Assalomu alaykum dada. O'g'liz 1 yillik xizmatda o'tab keldi. Akra, skeman o'tlar yulgin, o't. Xo'p bo'ladi. O'rtoq dada, o'g'liz 1 oylik xizmatni a'lo darajada tugatib, bag'ringizga sog' omon qaytib keldi. O'g'lim, yaxshi keldingmi, o'g'lim, qiynalmadingmi? Qiynalib ketdim dada, yomon deynaga 1 oylik. Qalay bo'ldi xizmat? Qiynalmadingmi? Xabar ham ololmading. Yo'q dada, qiynalmadim. Yaxshi hammasi. Qalay bo'ldi xizmat? Qiynalmadingmi? Ha dada, xizmat qattiq bo'ldi. Ayni to'yiga to'ding. Ayam yopgan nonlar yomon sog'indim dada. Ha, o'zi 1 oylikka borning. 20 kun non olib bordimki men. Borgan kunlar sog'inib qoldim-da. Hozir olib chiqaman. Ustam, Menga qara, bu 1 yillik xizmatda parashyutdan sakradinglarmi? Ha dada, 1 yilda 2 marta sakradim. O'g'lim, anaqa parashyutdan sakradingmi? parashyut yomon bo'ldi dada. 29 kun parashyutdan sakradim o'zi ham. Ha, sen 27 kunda kelding. Ketadigan kuni vaqt o'tkazgani ham sakraverdim. 5-6 marta sakradim bir kun. Orada parashyutsiz qora salabani tushib ham sakraverdim-da. Yomon xizmat qildim.